ommaviy hamma vayner va blogerlarga aytaman, o'sha kontent qiladiganlarga. Qilsalaring yo yaxshi video qilinglar yoki to'xtatinglar. Chiqib gapirsalaring yo yaxshi gap gapiringlar yoki to'xtatinglar. Yoki sizlarni to'xtatadiganlar chiqadi, qaytib ijtimoiy tarmoqqa chiqmaydigan qilib qo'yadi. Ana shularga men o'zim qo'llab-quvvatlayman. Sizlarni jim qiladiganlarni men o'zim qo'llab-quvvatlayman. Va da'vat qilaman. Mana shularni tegirmoniga suv quyayotganlar, hurmatli biznesmenlar, tijoratchilar, bermanglar reklama bularga. Shunda to'xtaydi bular. Bermang. Bironta vayner, bloger bachkanalik qilib, faxshni yoyaptimi? Axloqsizlikni targ'ib qilyaptimi? Bermang reklama umuman. Biznesingiz yurmasa yurmay qolsin. Vatanga va xalqqa xiyonat qilayotgan bo'lasiz agar shularga reklama bersangiz. Yaxshi kontent qilayotganlar bor, million prosmotr uryapti. Mana bittasi Akmal aka. Misol uchun. Ko'p-ku Akmal aka, sizlardek ko'p-ku. Yaxshi kontent qilib ham million prosmotr qilsa bo'ladiganlar bor. Marhamat, faxshni yoyaptimi? Bermang. O'g'il bolani, o'zbekning farzandini gay sifat qilib, yumshoq tabiat qilib ko'rsatyaptimi? Bermang. Qishloqdan kelgan odamni yoki bo'lmasa ahmoqroq odamni boshiga do'ppi kiygizib kontent qilyaptimi? Bermang reklama ularga. Shunday ulug' qadriyatimizni bir tin qilib yubordi. Tentakroq, ahmoqroq odam boshida do'ppisi bo'ladi. Nima degani bu?